Hozir gapirish kerak bo'lgan narsalardan, dolzarblaridan bittasi pul muomalasi haqida gapirish kerak. Chunki pul haqida gapirish hamma yaxshi e'tibor bilan quloq soladi. Jannat haqida gapirish quloq solmaydi hech kim. Payg'ambar alayhissalatu vassalom marhamat qilganlar, insonni halok qiladigan, insonni rasvo qiladigan gunohlarni sanoqlari birinchi Xudoga shirk keltirish turadi. Orqasida odam o'ldirish turadi, uni orqasida sudxo'rlik turadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir hadis-i muboraklarda marhamat qilganlar, sudxo'rlikning 72 ta navi bo'ladi. Sudxo'rlikni 72 xil navi bo'ladi. Sudxo'r degan gap bu o'zbekcha gap emas, bu tojikcha gap. Sud deb turib foydani aytadi. Xor deb turib yeydiganni aytadi. Sudxo'r degani foydaxo'r degani, foyda yeydigan degani. 72 xil navi bo'ladi sudxo'rlikni, 72 xil bobi bo'ladi. Bu boblarni, bu navlarning ichida eng adnosi, adnoda eng kamini aytadi. Eng kami onasi bilan zino qilganda gunohini Xudo taolo yozadi. Sudxo'rlikda 72 xil navdan birovga $1000 berib turib 1200 qilib qaytarib berishni bilamiz, xolos biz. Boshqa birorta navini bilmaymiz. Musulmonman, biznesmenman degan, sheriklikka ish qilyapman degan birorta boyvachcha sudxo'rlikda birorta navini bilmaydi. Vaholanki men haloldan pul topyapman, bola chaqa boqyapman degan hammamizda go'zal da'voyimiz bor. Endi aytilish kerak bo'lgan navlardan, eshitish kerak bo'lgan boblardan bittasi shudiki, sudxo'rlikda yana qanaqangi navlari bor, qanaqangisidan odam ehtiyot bo'lish kerak. Bitta hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam sudxo'rlikdan topilgan 10 dirham pul debdilar. 10 dirham pul $50 atrof pul bo'ladi. 10 dirham pul 36 marta zino qilganda gunohini beradi Xudo taolo. Onasidan boshqasi bilan. 10 dirham pul $50 hech narsa emas hozir. Vaholanki unaqangi puldan odamlar million topyapti. Lekin birorta ishini odam kelib bir ahli ilmdan yoki bir katta odamdan kelib so'ramaydi, mana buni ishni qilyapman, mana u narsa halolmi, harommi deb maslahat qilgan birorta odamni hali ko'rganimiz yo'q. Nasiyaga savdo qilib turgan odam kunini belgilamasdan turib savdo qilishning sudxo'rligi eng zo'r bitta navi. O'zbek ichida birortasida bu ish yo'q lekin. Nasiyaga savdo qilib turgan odam narsani pulini qachon olib kelasiz demaydi. Qo'lingizga pul tushganda olib beraverasiz. Shu bilan ketdi. Sudxo'rlik bitta nav, 72 tadan bittasi bu. Agar eng kami bo'lgan taqdirda ham onasi bilan zino qilgani gunohi. Eng kami desak. Bozordan narsa tanlab olishimiz bor. Piyozni kilosini 100 so'mdan desa 100 so'mdan olaman, lekin tanlab olaman. Sudxo'rlikning bitta navi. Eng zo'r navi. Nasiyaga savdo qilishdan ko'ra yomonroq navi. Nasiyaga savdo qilish mumkin emas ekan deb tushunmaslik kerak. Nasiyaga savdo qilishda baraka bor. Lekin kunini belgilab qo'yish kerak. Kunini dagovor qilib olish kerak. Qachon olib keladi? Agar olib bera olmasa o'sha kuni uzr aytib telefon qilib qo'yadi. Olib bera olmadim, vaqtim bo'lmay qoldi. Ertaga endi olib beraman deydi. Lekin asosiy gap o'sha savdo qilib turganda kunini belgilab qo'yish kerak. Sudxo'rlikning yana bitta navi aytganimizdek o'sha narsani tanlab olishlik. Bu oddiy ish bu. Rasa halol deb o'ylagan ishimiz. Dehqon ham shu ishga rozi bo'ladi. Lekin Xudo taborak va taolo harom qilib qo'ygan narsani bandani roziligi halol qilmaydi. Bitta yaxshi qonun shu. Xudo taolo harom qilib qo'ygan narsani bandani roziligi halol qilmaydi. Zino qilib turgan ham roziligi bilan qilyapti. Kelgan ham roziligi bilan kelyapti. Aroq olib turgan ham rozi bo'lib olyapti, sotib turgan ham rozi bo'lib sotyapti. Sudxo'rlikka pul olib turgan ham sudxo'rlikka pul topib bergan odamdan ming rozi bo'l, aka yaxshi ishimni bitirdi, yo'lim yaqin bo'ldi deb ham rozi bo'la olyapti. Sudxo'rlikka pul bergan bo'lsa, undan 10 marotaba rozi bo'lyapti. Endi rozilik bilan bandani topib turgan puli halol bo'lib qolmaydi. Modomiki Xudo unga rozi bo'lmasa. Siz dehqonning narsasini tanlab olishingizda nima yomon joyi bor? Yomon joyi shuki, dehqon o'lganini kundan agar shunaqa deb gapingizga ko'nmasa, narsasini sotolmasligidan qo'rqqanidan rozi bo'ladi. Agar siz ham men ham borib turib hamma yaxshi narsasini tanlab olib kelsa, yomonni kimga sotadi? Sahobiy Hidoya Burxoniddin Marqinoniy Hidoyada aytadilar-ki, u dehqonni yomon narsasini odamlar o'sha yaxshisi borligi uchun rozi bo'lib oladi. Yaxshi narsasi borligi uchun yomonidan ko'zini yumib odamlar oladi. Agar hamma yaxshisini birovlar tanlab ketsa, yomonni kimga o'tkazadi o'ylaydi? Sudxo'rlik bitta navi bo'ladi. Agar dehqon farazan sotilayotgan narsalarni hammasini alohida qo'yib qo'yib taxlab, bunisi 100 so'm, bunisi 200 so'msa, yaxshisini 200 so'mga olaveradi. Yo bo'lmasa, tanlab narsani olib qo'yganimizdan keyin unga narx aytsak bo'ladi. Yaxshisini taqirga sovg'andan endi bunga alohida narx ayting, rozi bo'lsangiz oling, bo'lmasa tashlab ketavering. Sudxo'rlikning bitta navi, eng rivojlangan navlardan bittasi
u qop bilan narsa olib turgan odam yoki yashil bilan narsa olib turgan odam yashilga 3 kilodan chiqarib yuboramiz deydi. Olaytirgan odam shunaqa deydi. 3 kilodan yashilga chiqarib yuboramiz. Qopiga 1 kilodan chiqarib yuboramiz. Vaholanki u qop 500 gram chiqishi mumkin. 900 gram chiqsin mayli. Sizga bizga ortgan kilodan 100 gram past xolos, lekin 100 gram ham u bir tiyindan birovda haqqi u. Bir tiyin birovda haqqi. Xudoy taborak va taoloni yo'lida savob ish qilgan kishilarni birortasini savobi shahidga to'g'ri kelmaydi. Shahidning qoniga dunyoda hech qaysi savob ish to'g'ri kelmaydi. Qaysi odamiki Allohning yo'liga chiqib turib jonini tikib qo'ygan bo'lsa. Chunki insonning jonidan qimmat narsa yo'q. U aytishi mumkin, balam uchun jonini beraman, bekorchi gap hammasi. Hindistonda maymunni ko'rgan odam bo'lsa biladi, maymunni suv olib ketgan vaqtida balasini ko'tarib, tepaga ko'tarib turadi. Balasini suvdan saqlash uchun. Ammo suv o'zini bo'g'ziga kelgandan keyin balasini oyog'iga bosib oladi. Joni unga ham qimmat. U da'vo qilaveradi. Suv o'zini o'ldirmay turgan vaqtida da'vo qiladi, balam uchun jonimni beraman deb. Inson ham shunaqa. Demak, ma'lum bo'ldiki, insonning jonidan ki qimmat narsa yo'qmi, Xudoning yo'liga jonini tikib yordimi, demak uni savobidan ulug'roq savob bo'lmaydi. Lekin Xudoy taborak va taolo o'sha shahidni hamma gunohini kechiradi. Nima gunoh qilgan bo'lsa, onasi bilan zino qilgan bo'lsa kechiradi, agar tavba qilgan bo'lsa. Shu darajada gunohlarni Xudoy taolo kechir, ammo birovni bir tiyin pulini ham kechirmaydi. Bir tiyin haqqini kechirmaydi. Bu tarozda turgan odamlarning ko'zini ochib oladigan ish shu. O'z zapravkada ishlayib turganlar ko'zini ochadigan ish bu. Chunki siz birovning pulini haqqini yegan bo'lsangiz, agar unga qaytarib berib roziligini olsangiz, xo'p, ammo sizdan benzin olib turgan, sizdan go'sht olib turgan odamning hammasini adresini bilmaysiz-ku. Qayerdan topib berasiz uni? Xo'rlikda bitta nav bo'ldi bu. Birovning haqqida odamlar hozircha qo'rqmaydigan bo'lib ketdi. Tuyani ko'rdim demaydi hech kim. Xo'rlikda bitta go'zal navlaridan bittasi. Hammamizga bir dars bo'layotganmiz, birovdan borib so'ramaymiz yo xijolat bo'layotgan ish. Sheriklik ishimiz bor, sheriklik. Sheriklik ish juda ko'payib ketdi. $1000 bering, falon ish qilyapsiz, sheriksiz. 10 ming bering, sheriksiz. Vagon kelyapti, sherik bo'ladi. Vaholanki Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadislari bor. Muzorabaga pul berish, muzorabaga sherik qilishlikda haqiqatda ham barakasi bor. Lekin shariatda sheriklikni 2 xil navi bo'ladi. Halol bilan haromni bandani aql tayin qilmaydi buni. Harom bilan halolni, nima halol, nima harom, uni Xudo aniqlaydi. Biz bu tepada o'zimizcha ko'chadagi aynaqangi qonunlarimiz, u razborchilarning qonunlari bitta halol qilib bermaydi bu narsalarni. Nimani Xudo halol degan, tamom o'sha narsa halol, harom degan, tamom o'sha narsa harom. Bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa sheriklik 2 xil navi bo'ladi. Nima narsa qilsa halol, nima narsa harom, o'shani aytib qo'yish kerak. Pul agar mandan bo'lsa, mehnat bu kishidan bo'ladigan bo'lsa, u sheriklikning otini muzorada deydi. Pul mandan, ish bu kishidan. Ya'ni ish bir tarafdan, pul bir tarafdan. Ana o sheriklikning otini muzorada deydi. Muzorabada hech qachon zarariga sherik bo'lmaydi. Sheriklik ishda bizda pul berib turgan bo'lsa, mana pul berib aylantiravering, zarariga sherikmiz. Zarariga sherikman degan bo'lsa, suxurda eng katta qo'sh odam. Muzorabada hech qachon sheriklikka pul bergan odam zarariga sherik bo'la olmaydi. Farazan, mendan $1000 olib aylantiraman deb ketgan odam, avvalo siz bilan men sheriklik bo'la turgan odam Xudodan qo'rqadigan odam bo'lish kerak. Birovning haqqini indamay yeb ketadigan odam bo'lmasligi kerak. O'shanga ishonsangiz keyin sheriklikka, chunki har bitta uni tepasida ishini siz surishtirib kuzatib tura olmaysiz. Kamol ishonganingizda unga siz pul berasiz. Mendan pul olib aylantirgani olib ketgan odam faradan $1000 olib ketib 200 ni yo'qotib ketsa nima qilish kerak endi? Bizni ko'chamizga pul to'lash kerak, 100 ni men ko'tarishim kerak. Menga u pulni go'yo 900 qilib qaytarib berish kerak. Vaholanki men 100 olgan pulim harom. Zarar pulni egasiga bo'ladi. Ana o'shanda keyin sheriklik bo'ladi. Chunki mehnat qilgan odam mehnatiga kuydi, men pulimga kuydim. U mehnatiga kuydi, men pulimga kuydim. Ana buni otini sheriklik deydi. Ay shunday qilib ham qilyapsiz. Ziyon ham bo'lmadi deylik. Sheriklik juda go'zal tarzda davom etib ketyapti. Agar aylantirib turgan odam bu oyda $100 foyda qildim, mana bu $50 sizga tashlab ketsa, bu ham suxurlik. Suxurlikda u suxurlikdan ko'ra yomonroq suxurib aslida bu. Sababi
modomiki pulini sherikligiga bergan odam sarmoyani bergan pulini qaytarib olmaguncha foydani bir tiyin ololmaydi. Qachon bu odam mana pulingiz bo'shadi aka, mana $1000 mana $1000dan 500 foyda bo'ldi, mana daga o'rniga binoni 250 sizga 250 manga unda halol bo'ladi. Bu pulni aylantiraversa-yu arada foyda bo'lgan foydani tashlab ketardi, uni odam sheriklik bilan odam sutxo'rlik deydi. Siz bilan men eng halol deb qilib yurgan ishimda men sutxo'rlik uchyapti hozir endi. Agar pul ikkovi tarafdan ham bo'lsa-chi, o'sha ham men qo'shdi, men ham men qo'shdim, masalan. Unda nima bo'ladi? Ziyon pulga qarab bo'ladi. 200 bo'lsa, ziyonni 100 ziyonni 100 menga bo'ladi. Agar birov $10,000 qo'shdi, birov $1000 qo'shdi, aytaylik. Bu aytsaki $1000 bergan odam aytsaki, "Meni $1000 bo'lmaganda seni 10 minglik ishing bitmasdi, o'shanga foydani teyarliga men ham sherikman" deydigan bo'lsa, buni ham haqqi bor. Rozi bo'lsa bo'laveradi. Yo, mayli, u foyda agar 11 qism bo'ladigan bo'lsa, bir qism menga, 10 qismi sizga pulga qarab foyda bo'lishamiz desa ham mayli. Dagovor qilishga qarab turib foydani bo'laveradi, ammo ziyonni puliga qarab bo'ladi. Foydani kim ko'p mehnat qiladigan bo'lsa, o'shani mehnatiga qarab turib ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin ziyonni $1000 ga yarasha $1000, 10 minglikni 10 minglik ko'taradi. U ham xuddi shunday. To o'rtada sarmoyani pulni bo'lishib qaytarib olmagunicha foydani bo'lisholmaydi. Qarang, pulni aylantirgani bergan odam hamma pulini berib qo'ygan. U bir oydan keyin unga pul kerak bo'lib turib, oilasiga un-pul olish kerak, non-pon olish kerak. Uni nima qiladi endi? Begoshi, masalan, begon odamdan borib oladimi? O'sha pulni aylantirib turgan odamdan kelib qarzga pul oladi. Foyda degan gapni ishlatmaydi endi. Menga 50 ming qarz berib turing. Har oyda masalan 50 ming olgan, bir oy 30 ming, har bittasini u ham yotadi, bu ham yotadi. O keyin sarmoyani olib foydani ko'tarib turgan vaqtida mana $1000 bergan pulingiz, mana 500 foyda. O har oyda 20 mingdan pul olib turadi, 200 ming bo'lgan. Mana 10 oy ishlatgan bo'lsa, mana shu bilan 200 foyda bilan olgan pulingiz bilan 700 ming foyda bo'libdi. 350 da ikkomiz bo'lishib olamiz. 200 ni olgansiz, mana 150 ni men beraman sizga desa, ana u halol bo'ladi. Xullas, sarmoyani olmaguncha foydani bo'lishi bo'lmaydi. Ehtiyot bo'layotgan joylar shu. Masalan, tarvuz olish yoki qo'y olish, ana shunaqangi bittasi katta, bittasi kichkinagina narsalarni olib turgan odamda ham shunaqa sutxo'rlik bo'ladi. 100 bering, tanlab olavering deydi. 100 bering, tanlab olavering. Vaholanki qo'yda hammasi bir xil bo'lmaydi. Tarvuzda hammasi bir xil bo'lmaydi. Men iloji boricha qo'yni semizini oqtiraman. Qo'y bo'lish bo'lsa iloji boricha qo'yni arig'ini menga tiqib keladi. Ana shu yerda keyin norzolar o'rtada qandaydir janjal aralashadi. Qaysi savdoyiki, qaysi pul muomalasiki o'rtada janjal chiqishiga sabab bo'ladimi, o'sha ish harom. Siz aytishingiz mumkin, janjal bo'lmaydi deyishingiz mumkin. Yo'q, janjal bo'lsa bo'lmasa, bular birodarlik uchun, bular o'rtoqlik uchun, tanish bilishlik uchun janjal bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin aslida shu narsa janjal chiqaradigan ish. Chunki olatmana men semizroqni aytib bersak kerak deb aytgandim men 100 ming deb. Yo'q, men semizini nima beraman? Men arriroqni beraman degandim deydi masalan. Tarvuz muomalasini o'tish shunaqangi. Qaysi ishlariki, narsalariki hammasini tafovuti bo'lmasa, bir xilda bo'ladigan bo'lsa, ular tanlabasa shunaqa qilib olsa bo'laveradi. Har bittasi alohida baho aytib qilsa bo'laveradi. Keyin u mashina purishligiga kuygan $100 ga kuyar degan gaplar bor. U ham harom. Juda ana shunday rivojlanib ketgan. Kuygan qaytgan odam $100 ga kuyadi. Vaholanki bir odam savdo qildimi, bir narsani baholashib oldimi, shariat u odamni endi qayta savdoni buzishlikka ruxsat bermaydi, buzolmaydi. Modomiki o'sha narsani aybi bo'lmasa. Qilingan savdoni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Sotgan odamni ham, sotib olgan odamni ham. To'g'ri. Bandachilik tufayli odamda adashish bo'lishi mumkin. Olib borgan narsa, masalan, odam birortadan xotindan qo'rqadigan bo'lsa, uyda xotiniga u narsa olib borgandan yoqmasligi mumkin. Yoki razmeri to'g'ri kelmasligi mumkin. Endi xullas shu narsani savdoni buzmasa iloji yo'q. Pulini qaytarib olmasa iloji yo'q. Yo yo'lda ketaturganda bundan-da ko'ra zarurroq narsaga ko'zi tushib, buni o'rniga buni olsam bo'lar ekan, men bir begoz shoshilib olib qo'yibman deb sotgan odamning oldiga qaytib kelib, "Mana bu narsangizni qaytarib oling, aka pulni bering" deydigan bo'lsa, Janob Rasul aytdilarki, "Man aqala nadiman aqalallohu asratahu yawmal qiyamah." Qiyomat kuni bo'lganda o'sha savdo qilgan odam haligini ko'ngliga qarab savdoni buzib pulini qaytarib bergan bo'lsa, sirqonib ketganda Xudo o'rniga turgizib qo'yadiganlar, Janob Rasululloh. U ham mustahab ish, lekin vojib emas o'shanda ham. Majbur qilib yuklab bo'lmaydi. Ixtiyoriy ish bu, insongarchilikdan bu narsa. Lekin biz sotib olgan narsani aybi bo'ladigan bo'lsa, u aybi ham qanaqangi ayb? Siz bilan men ayb deb o'ylagan narsa emas, svetini yoqmay qolishlik emas.
Qaysi aybiki bozorda narxini keskin tushirib yuboradigan ayb bo'ladigan bo'lsa, o'sha ayb bilan biz xohlagan vaqtida olib kelib narsani buzib yuboramiz, savdoni buzib yuboramiz. Qachon u ayb sotgan odamning qo'lida turganligida bo'lgan bo'lsa, biz olib kelib turgan yo'lda sindirib qo'ygan bo'lsa, mana narsa aybli bo'lib qoldi, oling qaytardi deyolmaymiz lekin. Olovdiki, masalan, motori qo'yib bergan masalan mashina ekan deylik-da. Bozorga olib chiqsa, agar odam bilganda birov mashinani olmasdi. O'sha ayb bilan biz narsani savdoni qaytarib buzib yuborsak bo'ladi. Ammo bir narsani aybi yo'q. Bir haftada ham olib berar odamlar. Oling mana narsa deydi, bo'lmadi, yoqmadi deydi, olmasa. Vaholanki narsa olib berish harom. Haligi odam rozi bo'lmaguncha qaytarib tashlab ketolmaydi bunga. Majburlab undan pul olib qo'ya olmaydi. Endi bir odam aytishi mumkinki, masalan, narsani olib kelgandan keyin qachongacha, necha kungacha ixtiyor bor u narsani buzishga. Agar savdo qilayotgan vaqtida aka 3 kungacha ixtiyor manda desa, shariat unga haq beradiki, 3 kungacha xohlagan vaqtda olib savdoni buzaveradi. Bolaniki unaqa shartlarni qo'ymadimi, mashinani olib bordimi, yo'qmi, qaytib olib keldimi, unaqa $100 ga kuyish degan narsalarni xullas qilmasligimiz kerak. Har bir savdomizning tepasida, muomalamiz tepasida nima narsa qilsak halol bo'ladi, nima narsa qilsak harom bo'lib qoladi, shubhaga aralashib qoladi. O'sha narsani bilgan holda qilishimiz kerak. Sababi biz u boqib turgan bolalarimiz keyinchalik bizga u natijasini ko'rsatib beradi. U halol bilan harom degan tushuncha musulmonda bo'ladi. U chistliklarning o'risida bo'ladi u.